Alo, Assalomu alaykum. va alaykum assalom. Maloqot opajonimiz bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, to'g'ri bog'landik. Yaxshimisiz, opajonim? Rahmat, o'zingizdan tuzimsiz, charchamay. Ha, yaxshi, rahmat. Sizga mehrli tilaklar Telegram loyihasidan qo'ng'iroq qilayotgan edik. Ha, rahmat. Avvalambor bugungi shodiyona 43 yoshingiz muborak bo'lsin. Bunday tavallud ayyomlaringizning ko'pini ko'rib yuring. Go'liyatligim, shirinso'zligim, doimo baxt, omad va sog'lik sizning hamrohingiz bo'lsin. Yuzingizdan tabassum arimasin. Doimo qilgan barcha duolaringiz ijobat bo'lsin. Rahmat. Ajoyib sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat opajonim. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Rahmat. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi mehribon insoningiz bizning loyihamiz orqali sizni xursand qilishni, bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklab, o'z dilizkorlarini siz uchun taqdim etishni xohlagan bo'lishlari mumkin. Farzandlarimdir, singillarimdir. Ha, to'g'ri topdingiz. Oila a'zolaringiz, farzandlaringiz nomidan sohibaxon tabrik yo'llaganlar. Agar vaqtingizni olmasam, ularning dilizkorlarini o'qib eshittirsam bo'ladimi? Assalomu alaykum jannat iforligim, gul yuzligim, beg'aborim, mehribonim onajonim. Avvalo sizni tavallud ayyomingiz muborak 43 yoshingiz bilan qalbimdan samimiy tabriklayman. Bugun men uchun eng quvonchli, eng muhim kunlardan biri. Chunki bu kunda mening hayotimdagi eng aziz, eng mehribon, eng qadrli inson siz dunyoga kelgansiz. Onajonim, siz oddiy inson emassiz. Siz mening borlig'im, mening hayotim mazmuni. Mening eng katta boyligimsiz. Siz bor ekansiz men uchun eng katta baxt. Sizning mehringiz, sizning e'tiboringiz, sizning duolaringiz meni har doim himoya qilib kelgan. Sizni qancha ta'riflasam ham kam. Chunki sizdagi mehr, sizdagi sabr, sizdagi go'zallikni so'z bilan to'liq ifodalab bo'lmaydi. Siz menga nafaqat ona bo'ldingiz, balki eng yaqin do'st, eng ishonchli tayanch, hayotda yo'l ko'rsatuvchi ustoz ham bo'ldingiz. Onajonim, siz menga go'zal tarbiya berdingiz. Siz menga hayotni sevishni o'rgatdingiz. Siz menga sabrli bo'lishni, insonlarni hurmat qilishni, yaxshilik qilishni o'rgatdingiz. Sizning har bir aytgan so'zingiz, har bir bergan nasihatingiz meni hayotimdagi katta o'rin egallaydi. Sizning cheksiz mehr-muhabbatingiz hech narsa bilan o'lchab bo'lmaydi. Kecha-yu kunduz biz uchun yashadingiz, biz uchun harakat qildingiz. Bizni o'ylab, bizni deb yashaganingiz uchun sizga ming bor rahmat aytsam ham kam. Onajonim, siz hech qachon kasal bo'lmang. Har doim sog'-salomat bo'ling. Chunki sizning sog'ligingiz bizning baxtimiz. Siz kulib tursangiz biz ham baxtlimiz. Siz xursand bo'lsangiz bizning dunyomiz yanada yorishadi. Allohim sizga uzoq umr bersin. Farzandlaringizning baxtini ko'rib, ularning yutuqlaridan quvonib yashash nasib qilsin. Har doim bizning boshimizda soyabon bo'lib bizni duo qilib yuring. Nur yuzingizni bezab turgan o'sha chiroyli tabassumingiz hech qachon so'nmasin. Siz har doim shunday go'zal, shunday mehribon, shunday oqila bo'lib qoling. Onajonim, siz mening qirolichamsiz, siz mening qahramonimsiz. Siz mening eng katta suyanchig'im, siz borlig'imsiz. Allohimga behisob shukrlar aytaman sizning borligingiz uchun. Allohim sizni jannat bilan mukofotlasin. Sizga jannatlarda toj kiydirish baxtini biz farzandlaringizga nasib qilsin. Siz bizga eng munosib insonsiz. Men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Bu sevgini so'z bilan ifodalash qiyin. Siz mening yuragimdasiz, mening duolarimdasiz, mening har bir orzumdasiz. Onajonim, bugun sizning kuningiz, bugun sizning eng baxtli inson bo'lishingiz kerak. Siz kulishingiz, siz quvonishingiz, siz faxrlanishingiz kerak. Chunki siz bunga munosibsiz. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Aziz onajonim, yangi yoshingiz sizga baxt, sog'lik, omad va cheksiz quvonch olib kelsin. Mehribonim, sevimli qizingiz eng samimiy va eng iliq tabrikni qabul qiling. Rahmat. Sen bo'lmang, sizni ham tanjoningiz sog' bo'lsin. Qizim ham baxtli bo'lsin. Rahmat qizimga. O'zi xohlagan yaxshi o'qimishlarga kirib o'qishdan qizlar. Sizga ham rahmat. Siz ham baxtli bo'ling. Aytganingiz kelsin opajonim, kattakon rahmat. Rahmat. Bundan mana shu sizga tilaklaringiz barcha bo'lsin. Rahmat, kattakon samimiy tilaklar uchun.